Hammaga salom. Bugun men Amerikan surprizlarini ochib, omadimni sinab ko'rmoqchiman. Pul chiqadimi? Kartochka, oddiy kartochka chiqadimi yoki mana shunaqa BYD televizor shunaqalar chiqadimi? Sinab ko'ramiz. Aytgancha, menda hozir 399 ta obunachi bor. Menda 500 ta obunachi bo'lsa agar, yana shunaqa vaflilardan ochaman. Ya'ni ikkinchi qismini chiqaraman. Qani unda birinchisini ochishni boshladik. Ketdik. Birinchisi. Laylo, sen eng chiroyli aqlli qizsan, uy ishlarida oyingga qarash. Endi ikkinchisini ko'ramiz. Bundan pul chiqmadi birinchisidan. Ikkinchisi. Bismillah. Chiqmadi. Mansur, yaxshi o'qi, katta bo'lsang general bo'lasan. Bundan ham pul chiqmadi. Endi uchinchisini ochamiz. Yana laylo chiqdi. Endi to'rtinchisini ochib ko'ramiz. Bir narsa chiqsin. Yana Mansur chiqdi. Pul chiqmadi. Uchinchidan ham to'rtinchisidan. Endi beshinchisini ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bundan ham chiqmaydi. Chiqsin. Oxirgisi bu. Har bir inson vatani, bayrog'i, gerbi va madhiyasi haqida bilishi shart. Bundan ham pul chiqmadi. Hech qaysi biridan pul chiqmadi. Keyingi safar chiqadi deb o'ylayman ikkinchi qismni. Endi tamga baho berib ko'ramiz. Tami yaxshi. Unda hammaga xayr. Obuna bo'lib ketishni va like bosib ketishni unutmang. Hammaga xayr.